Assalomu alaykum Wikipedia obunachilari. Avvalambor barchangizga bundan avvalgi videomiz yangi rubrika bo'lishiga qaramasdan, uni iliq qarshi olib, qo'llab-quvvatlaganingiz uchun alohida rahmat aytmoqchiman. Izohlarda ko'pchilik bu rubrikani davom etishini so'ragan ekan. Biz sizni uzoq kuttirmadik. Ya'ni bugun ikkinchi qism bo'ladi. Shunday ekan, yaxshilab joylashib oling, videoga like bosib, kanalga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna bo'lib qo'ying. Men bo'lsa sizlarga bir-biridan qiziqarli, hazillar bilan bezak berilgan ma'lumotlarni to'plab keldim. Darvoqe, bu videoni ovqatlanayotib ko'rmang. Maslahatim. Chunki ichidagi ayrim faktlar ishtahangizga biroz ta'sir qilishi mumkin. Men ogohlantirdim, xafa bo'lish yo'q. Tayyor bo'lsangiz biz boshladik. Keling, mavzuni savoldan boshlaymiz. Kleopatra, piramida, iPhone. Xo'sh, sizningcha Kleopatra bulardan qaysi biriga yaqinroq? Ko'pchilik bu savolga instinktiv ravishda albatta piramidaga yaqinda deb javob beradi. Chunki bizning miyamiz qadimgi Misr deganda hamma narsani bitta davr deb tasavvur qiladi. Go'yoki piramidalar qurilayotgan paytda Kleopatra o'sha yerda bir chetda turib tomosha qilayotgandek tasavvur qilamiz. Lekin hozir men sizga aytadigan fakt tarixga bo'lgan qarashingizni biroz sindirishi mumkin. Gizadagi eng katta piramida taxminan miloddan avvalgi 2560-yilda qurilgan. Kleopatra esa miloddan avvalgi 69-yilda tug'ilgan. Oradagi farq qariyb 2500 yil. Xo'sh, bu nima degani? Bu Kleopatra yashagan davrda piramidalar allaqachon tarixiy obida bo'lgan degani. U ham biz xuddi tarixiy xarobalarga qaragandek piramidalarga qaragan bo'lishi mumkin. Yana bir qiziq nuqta. Kleopatra bilan bizning oramizdagi farq taxminan 2100 yil. Ya'ni bu degani Kleopatra piramidalardan ko'ra hozirgi sun'iy intellekt davriga 400 yilcha yaqinroq degani. Agar opa tug'ilgan sanasidan boshlab har ikkala tomon, ya'ni tarixga ham kelajakka ham qarab bir xil abadiy yashab kelganida birinchi bizni ko'rgan bo'lardi. Piramidalarni emas. Ha, tarix aslida biz o'ylaganimizdan ancha chuqur. Biz esa filmlar, hikoyalarda 1000 yillikni bir vaqtga qorishtirib tashlaymiz. Ba'zan bitta tarixiy suratda orasida 1000 yillab farq bo'lgan detallar turgan bo'ladi. Misol uchun, Firavn va pasport. 1970-yilga kelib Misrda saqlanayotgan qadimgi Misrning eng mashhur firavnlaridan biri Ramzes II-ning mumiolangan tanasi yomon ahvolga kelib qoladi. Aniqrog'i, asrlar davomida saqlanib kelinayotgan jasad ichida zamburug'lar, bakteriyalar paydo bo'lishni boshlaydi. Misr hukumati agar tezroq biror bir chora ko'rilmasa, qadimgi mashhur firavnlardan biri Ramzes II-ning butun tanasi chirib yo'q bo'lib ketishini tushunishadi va uni restavratsiya qilish uchun Fransiyaga yuborishga qaror qilishadi. 1974-yil 26-sentyabr kuni Qohiradan Parijga Ramzes II'ning jasadi jo'natilishi kerak edi. Lekin jo'nab ketishdan avval bir g'alati muammo paydo bo'ladi. Misr qonuniga ko'ra, mamlakatni tark etayotgan har qanday insonning hujjat, ya'ni pasporti bo'lishi kerak edi, agarki u vafot etgan bo'lsa ham. Va tasavvur qiling, Misr hukumati 3000 yil avval vafot etgan firavn uchun pasport tayyorlaydi. Aytilishicha, unda Ramzes II-ning rasmi sifatida mumiolangan jasadning surati ishlatilgan. Tug'ilgan sanasi miloddan avvalgi taxminiy 1303-yil deb ko'rsatilgan. Ba'zi manbalarda hatto qo'shimcha tarzda kasbi vafot etgan qirol deb yozilgani ham aytiladi. To'g'ri, pasport berilgani qiziqarli jarayon, lekin Parij aeroportida tarixdagi eng absurd voqealardan biri sodir bo'ladi. Samolyot qo'nadi. Fransuzlar Ramzes II-ni oddiy eksponat emas, davlat rahbaridek qarshi olishgan. Hattoki ba'zi manbalarda unga harbiy hurmat ko'rsatilgani haqida ham ma'lumotlar bor. Tasavvur qilyapsizmi? Bir paytlar millionlab qullarni qiynagan, ularga buyruq bergan firavn bugun, ya'ni oradan 3000 yil o'tib hozirgi zamonda samolyotda boshqa bir davlatga uchyapti. Yana yonida pasport bilan. Xo'p, uni pasportini tekshirgan aeroport xodimi yahudiy bo'lgan bo'lsa-chi? Attention travelers and employees. Federal law requires wearing a mask at all times while at the airport.
Hammasi albatta hazil. Pasport ham oddiy bizni pasportga o'xshamagan bo'lishi, ko'proq rasmiy hujjatlardek xuddi ma'lumotnomaga o'xshagan bo'lishi mumkin. Lekin nima bo'lgan taqdirda ham Ramzes ikkinchini rasman pasporti bor. O'zi shu Firavn shukr qilsin. Uni yaxshi ham 20-asrda olib kelishibdi Yevropaga. Agar 17-asrda olib borishganda, Yevropaliklar uni yevorgan bo'lisharmidi? Hozir tushuntiraman. Hammasi 11-asrda boshlangan. O'sha paytlarda musulmon diyorlarida tabobat anchayin rivojlangan edi. Ko'plab olimlar, jumladan Ibn Sino ham Tib qonunlari kitobida shilajit inson salomatligi uchun juda ham foydali ekanligi haqida yozgan. Ma'lumot uchun shilajit sanskrit tilida tog' smolasi, qoyaning qoni, toshdan chiqqan quyuq modda degan ma'noni anglatadi. U millionlab yillar davomida o'simliklar, mikroorganizmlar, organik moddalar tog' jinslarining orasida siqilib, parchalanib, yuqori bosim va issiq harorat ostida paydo bo'ladi. Ko'rinishi xuddi neftni eslatadi, ya'ni qora quyuq modda. Bu unsur fors, turk, arab tillariga mumiye, mumiyo, mumiya kabi variantlarda kirib kelgan. Ibn Sino uni o'z kitobida yara, suyak sinishi, qon ketishi, lat yeyish, ichki jarohatlarni davolashda foydali deb yozgan. Chunki o'sha davrda mumiya qurituvchi, antiseptik, yopishtiruvchi xususiyatga ega modda deb qaralgan. Xullas, 12-13-asrga kelib mana shu arab tabobat kitoblari Yevropada lotin tiliga tarjima qilish boshlangan. Tarjimonlar esa mumiya so'zini mumiya deb tarjima qilishgan. Muammo shundaki, Yevropada mumiya deganda faqat mumiyolangan jasadlar tushunilgan. 14-asrga kelib mana shu tarjima sharofati bilan Misrdagi mumiyolangan jasadlar Yevropaga eksport qilish boshlanadi. Ularni olib kelib, quritib, maydalab, kukun sifatida iste'mol qilish boshlangan. Hattoki aptekalarda, ya'ni dorixonalarda jasadlarni quritilgan kukuni mumiyo degan rasmiy nom bilan sotish boshlangan. Ba'zi shifokorlar bemorlariga hattoki siz yanada bir qadimiyroq mumiyolangan jasadlarni yeyishingiz kerak, sizni dardingiz og'ir deb ham tavsiya qilishgan. 16-asrda jarayon dahshatli tus oladi. Mumiyaga bo'lgan talab oshib ketib, Misrdagi jasadlarni Yevropaga olib kelish katta biznesga aylanadi. Lekin Misrda ham mumiyolar daraxtda o'smaydi. Ya'ni ularni topish borgan sari qiyinlashib borardi. 17-asrga kelib, aynan mana shu muammo sabab bozorda soxta mumiyolar paydo bo'lgan. Ya'ni ayrim ishbilarmonlar aholini mumiyaga bo'lgan talabini qondirish uchun yaqindagina vafot etgan odamlarni ham quritib sotishni boshlashgan. Qornim ochib ketdi. Tasavvur qiling, kimdir boshi og'rib qoldi-da, uxlashdan avval. Tushunyapsizmi? Bu to'g'ridan-to'g'ri kannibalizm degani. Yaxshiyamki 19-asrda Yevropada ham tabobat anchayin rivojlanib, sekin-sekin mumiyo aslida mumiyo emasligini tushuna boshlashgan va quritilgan jasadlarni asta-sekinlik bilan kunlik ratsiondan chiqarib tashlashgan. G'alati holatda Firavnlar men o'lganimdan keyin ham tanam abadiy yashasin deb o'zini jasadini mumiyolatganda, Yevropaliklar bo'lsa ularni yeb, ichib. Xullas, bu xuddi sizga doktor asal foydali desa, siz asallarni ini bilan shu olib yeb tashlagandek gapdi. Labbe doktor. Analiz javoblari chiqdi. Saqich yeyishingiz kerak ekan. Qanaqa saqich? O'sha asfaltga ishlatiladigan saqich. Baland shifo. Dunyoning top darajadagi olimlari har yili global muammolar haqida bahslashish va ularga yechim topish maqsadida to'planishadi. Va ushbu ilmiy yig'in O'zbekistonda ham bo'lgan va faqat mana shu dargohda. Tanishing, Aniq va ijtimoiy fanlar universiteti. Matematika bo'yicha istalgan oliygoh bilan raqobatlasha oladigan bu dargohga Xitoy, Filippin, Turkiya hamda Markaziy Osiyo davlatlaridan talabalar kelib tahsil olishadi. Sababi bu yerda Turkiya, Xitoydan kelgan professorlar ham dars berishadi. Undan tashqari ushbu universitetda O'zbekistonda yagona bo'lgan tizim bor. Unga ko'ra talaba 1 yil ta'limni mana shu yerda oladi, qolgan 3 yilni esa Xitoydagi top 10 talikka kirgan ikkita universitetda davom ettiradi va yakunda talaba naq 3 ta diplomni qo'lga kiritadi. Universitetga kirish bali eng kamida 70 ball. Nega bunday degan savol tug'iladi. Boisi agar amallab 70 ball bilan kirsangiz, atrofingizda ham eng kamida siz kabi iqtidorli talabalar jamlanadi. IELTS, SAT va Xitoy tilidan sertifikati borlarga 100% gacha grantlar beriladi.
Shoshiling, qabul 1-iyundan boshlanadi va unutmang, ushbu universitet hammani emas, faqat kuchlilarnigina yig'adi. Batafsil ma'lumotni universitetning rasmiy saytidan olishingiz mumkin. Biz davom etamiz. Aytgancha, agar siz ovqatlanayotgan bo'lsangiz, iltimos, mana shu faktni o'tkazib yuboring. Keyin ogohlantirmaganding deb negativ yozib yurmang. Agar juda ham qiziqsangiz, mayli unda eshitib ko'ring. Tasavvur qiling, siz qadimgi Rimdasiz. Ertalab uyg'ondingiz, yuz qo'lingizni yuvasiz, keyin esa tishingizni oqartirasiz. Variantlarni eshiting. A. Tish pastasi bilan, B. Ko'mir bilan, C. Echki suti bilan, D. Siydik bilan. Va to'g'ri javob D. Siydik. What? Ha, bu hazin emas. Qadimgi rimliklar mana shu suyuqlik tishni oqartiradi deb ishonishgan va umuman olganda bu fikr noto'g'ri bo'lmagan. Sababi peshobni tarkibida vaqt o'tishi bilan ammiak hosil bo'ladi. Ammiak esa kuchli tozalovchi. Hozirgi kundagi ko'plab tozalovchi vositalarda ham ammiak ishlatiladi. Rimliklar buni ilmiy tushunishmagan. Ular shunchaki tishni oqartirish uchun ko'plab suyuqliklardan foydalanib ko'rishgan va aynan o'sha suyuqlik bilan, ya'ni siydik bilan yuvilgan tish oqroq ko'rinishini payqashgan va bu oddiy odatga aylangan. Menda qiziq savol bor. Kim birinchi bo'lib tishini yuvib ko'rgan? O'sha bilan. Kulgili tarafi, hattoki Rim ko'chalarida mana shu suyuqlikni yig'ib oladigan maxsus idishlar bo'lgan. Odamlar kelib, sariq suyuqlikni to'kib ketishgan, keyin o'sha mahsulot tish tozalovchi, kir yuvuvchilarga sotilgan. Ha, ular ba'zan kir kiyimlarni ham yuvib turishgan mana shu bilan. Xudoga shukr. Baxshot chanqab ketdim suv avor. Men bu ko'piylar yozibdi. Va o'z-o'zidan buni oqibatida Rimda ajoyib biznes paydo bo'lgan. Rim formulasi asosida tayyorlangan sariq tishlarni oqartirish xususiyatiga ega bo'lgan sariq eliksir. Har bir tomchisi bobolar merosidir. Murojaat uchun pastdagi raqamlarga qo'ng'iroq qiling. Eng absurd joyi, imperator Vespasian hattoki bu savdoga soliq ham qo'ygan ekan. Umuman olib qaraganda, soliqlarni vaqtida to'lagan har qanday oddiy odam ham kunlik qanchadir miqdorda tirikchilikka ega bo'lgan. Bugun ko'proq pul topishim kerak. Odamlarga ham hayron qolasan deb, bir qarasang sidini foydali deydi, bir qarasang pomidorni zaharli. Ha, hozir biz fast foodlarni pomidor yoki undan tayyorlanadigan ketchuplarsiz tasavvur qila olmaymiz. Ammo shunday davrlar bo'lganki, yevropalik odamlar pomidordan qo'rqishgan. Hammasi 16-asrda pomidor ilk bora Amerikadan Yevropaga olib kelinganida boshlangan. Qip-qizil rang, g'alati ko'rinish, notanish o'simlik. Va eng yomoni, bu o'simlik it uzumlar oilasiga mansub edi. Va bu oilada rostdan zaharli mevalar bor bo'lib, insonlar mana shundan kelib chiqib pomidorni ham zaharli deb xulosa qilishgan. Rostdan ham yevropaliklar hamma narsani g'alati qabul qilishgan ekan-a? Ammo hamma gap faqatgina tashqi ko'rinishda emas edi. Pomidorni iste'mol qilganlar rostdan ham zaharlanib vafot etishgan. Lekin qanday qilib? Uni zaharli deb ishonishgani uchunmi? Yo'q. Asl sabab o'sha paytdagi oshxona idishlarida edi. 16-asrda yevropaliklar asosan qo'rg'oshindan tayyorlangan idish tovoqlardan foydalanishgan. Pomidorning tarkibidagi kislota esa qo'rg'oshinni eritib, uni taom tarkibiga qo'shib yuborgan. Soddaroq qilib tushuntiradigan bo'lsam, pomidor qo'shilgan taomni qo'rg'oshinli tarelkada yegan odam zaharlanib vafot eta boshlagan. Lekin odamlar aybni likopchadan emas, pomidordan ko'rishgan. Shunday qilib ushbu mahsulot uzoq yillar davomida shunchaki manzarali o'simlik sifatida yetishtirilgan. Hattoki ba'zi hududlarda uni zaharli olma ham deb atashgan ekan. Lekin 19-asrga kelib amerikalik shifokor John Cook Bennett pomidor juda ham foydali degan fikrni targ'ib qila boshlaydi. O'sha paytda ko'pchilik pomidordan hali ham qo'rqardi. Lekin Bennett pomidor oshqozon uchun foydali ekanini isbotlab beradi. Keyin esa pomidor asosidagi ketchupni ich ketishi, hazm muammolari, oshqozon kasalliklari qarshi tavsiya qila boshlaydi va buni oqibatida 1840-yillarga kelib kompaniyalar ketchupni tabletka shaklida sota boshlaydi. Reklamalarda u deyarli mo'jizaviy dori sifatida ko'rsatilgan, xuddi al-Hadayiga o'xshab. Tasavvur qilyapsizmi? O'sha paytlarda odamlar cho'ntakda ketchup tabletkasini olib yurishgan. Lekin hattoki shu jarayonga ham firibgarlar aralashishgan. Aniqrog'i, u paytlarda dorilar deyarli nazorat qilinmas edi va bundan unumli foydalangan qalloblar super ketchup nomi bilan oddiy tabletkalarni ham aldab sota boshlashgan.
Mana aka, Originalmi bu? tozasi. Nimaga Kepchuk deb yozilgan? Toshkentnikida bu. Eng yomoni ba'zilar tabletka ichiga umuman pomidor ham qo'shishmagan va mana shu asnoda trend asta-sekin yo'qolib, ketchup biz hozir biladigan oddiy, ya'ni fast foodlarga qo'shiladigan sous darajasiga tushib qolgan. Lekin haqiqiy ketchup tarkibida rostdan ham pomidor umuman bo'lmagan. Chunki ketchupni aynan kimdir ixtiro qilgan deyish biroz qiyin. Uning asl ildizi qadimgi Xitoydagi ketchup degan baliq sousiga borib taqaladi. Bu fermentlangan baliq suyuqligi bo'lib, keyinchalik ingliz savdogarlari uni Yevropaga olib kelishgan. U yerda bo'lsa ketchupni qo'ziqorinli, yong'oqli, anchousli hamda pomidorli variantlari paydo bo'lgan va asta-sekinlik bilan faqat pomidorli variantigina ketchup deb atala boshlangan. Pomidor qanchalik zararli bo'lmasin, baribir radiatsiyachali bo'la olmaydi. Radiatsiya qanchalik xavfli ekanini tasavvur qilishingiz uchun uzoqqa borish shart emas. 1986-yilda Chernobylda sodir bo'lgan portlashdan keyin butun bir shahar tashlab ketilgan. Odamlar uyidan bir necha daqiqa ichida chiqib ketishga majbur bo'lishgan. Eng qo'rqinchlisi esa radiatsiyani ko'rib ham, hidlab ham bo'lmaydi. Ammo u inson tanasini ichkaridan asta-sekin yemirib tashlaydi. Lekin tarixda shunday davrlar bo'lganki, odamlar radiatsiyani foydali deb o'ylashgan. 1898-yilda radiy kashf qilingach butun dunyo hayratda qoladi. Chunki bu modda qorong'ida yaltirardi. Odamlarga u hayot energiyasidek tuyulgan va 1900-yillar boshida bozorda yangi mahsulotlar paydo bo'la boshlagan. Radioaktiv krem, radioaktiv tish pastasi, hattoki radioaktiv shokolad ham. Eng mashhur mahsulotlardan biri Radifor nomli radioaktiv suv bo'lgan. Oddiy suv shunchaki ichiga radiy qo'shilgan. Odamlar esa uni energiya beradi, quvvatni oshiradi deb ishonch bilan ichishgan. Amerikalik millioner Eben Byers ham sport jarohatidan keyin shifokor tavsiyasi bilan Radifor ichishni boshlaydi. Diqqat qiling, shifokor tavsiyasi bilan. U bu suvga shu qadar ishonardiki, kuniga bir necha shishadan ichadi. Avvaliga hammasi yaxshi tuyuladi. Energiya, kayfiyat, tetiklik, lekin ichkaridagi vaziyat biroz boshqacha bo'lib, Rudi uning tanasiga yig'ilib, to'planib, xuddi kalsiy singari suyaklariga joylasha boshlagan edi va vaqt o'tishi bilan Ebenning jag'i yemirila boshlaydi. Asta-sekin tanasidagi barcha suyaklari parchalanadi. Ichidan chirib bitgan Byers 1932-yilda vafot etadi. Bu voqea butun Amerikani shok holatiga tushiradi. Radiatsiya iste'mol qilgan odamlar esa endi o'z o'limlarini kutib yashashni boshlashadi. Hukumat esa chora sifatida bozorlardagi barcha radioaktiv mahsulotlarni rastalardan olib tashlaydi. Lekin eng qo'rqinchlisi, Eben Byersning tanasi keyinchalik tekshirilganda undan hali ham radiatsiya chiqayotgani aniqlangan. Tasavvur qilyapsizmi? Odam o'lgandan keyin ham uning tanasi radioaktiv bo'lib qolgan. Bilasizmi nima? Mana shu Rudini iste'mol qilish keyinchalik taqiqlangan. Lekin bordi-yu men uni o'z xohishim bilan iste'mol qilmoqchi bo'lsam, kimdir menga cheklov qo'ya oladimi? Xo'p, qo'ydi ham deylik. Meni huquqlarimchi? Ya'ni radiatsiyani o'zim xohlab qabul qilishim mumkin emasmi? Bu savol hozir ahmoqona tuyulishi mumkin. Lekin aslida aytmoqchi bo'lgan narsam, insonga haq-huquq berilayotganda, qonun talablar o'rnatilayotganda ham chegara bo'lishi kerak. Va hozir aytib beradigan voqeam, agar mana shu chegara buzilib ketsa, biz qay darajaga tushishimizga isbot bo'la oladi. Tasavvur qiling, o'rta asrlarda sud zalidasiz. Sudya o'tiribdi, advokatlar tayyor, hamma jim, lekin jiddiy va shu payt sud zaliga bugungi sudlanuvchi sifatida cho'chqa olib kiriladi. Haqiqiy cho'chqa. Yana o'sha o'rta asrdagi Yevropa. Bugun bu kulgili tuyuladi, lekin o'rta asrlarda Yevropada haqiqatan ham hayvonlarni sud qilishgan. Xullas, ot kimnidir tepib o'ldirsa, kalamushlar hosilni yo'q qilsa, qaysidir qush kimnidir ko'zini cho'qib ko'r qilsa, ular sudga tortilgan. Va eng kulgilisi, bu hayvonlarga advokat ham berilgan. Mashhur voqealardan biri 1386-yilda Fransiyada bo'lgan. Bir cho'chqacha yosh bolani o'ldirganlikda ayblanadi. Uni hibsga olishadi, keyin esa odamlardek sud qilinadi. Guvohlar chaqiriladi, ayblov o'qiladi va oxirida cho'chqa aybdor deb topiladi. Keyin esa uni odamlar kabi kiyintirib, omma oldida qatl qilishadi. Prins.
hali bu hol va kalamushlar, hasharotlar bilan bo'ladigan sudlarda, ular hasharotlarni ham sud qilishgan. Xullas shunaqa sudlarda advokatlar mijozim bugun sudga kela olmadi, yo'lda mushuklar xavf solyapti degan argumentlarni ham ishlatishgan. Sudyalar bo'lsa buni jiddiy qabul qilishgan. Agar bordi-yu kasallik, ocharchilik, tushunarsiz o'limlar ko'payadigan bo'lsa, ayrim hayvonlar jodugarlik qilyapti deb ham sud qilingan. Masalan, bola kasal bo'lib qolsa yoki hosillar nobud bo'lsa, mushuklar ayblangan. Eng mashhur gumondor esa odatdagidek qora mushuk. Sababi uni jodugarning yordamchisi deb ishonishgan. Dahshatli tomoni, gumon qilingan mushuklar ayovsiz o'ldirilgan. Endi yaxshilab joylashib olib, diqqat bilan eshiting. 1474-yilda Shvetsariyaning Basel shahrida bir xo'roz tuxum qo'ygan. Bilamizki, xo'rozlar ba'zan tuxum qo'yib turishadi, lekin o'sha paytdagi odamlar biologiyani yaxshi bilmagani uchun bu xo'rozni tuxumidan qo'rqib, endi bu tuxum ichidan ajdaho yoki iblis chiqadi deb ishonishgan. Xo'rozni esa iblis bilan til biriktirganlikda ayblab, sud qilib, uni aybdor deb topib, omma oldiga olib chiqib, boshqa xo'rozlarga o'rnak bo'lish uchun tiriklayin yoqib tashlashgan. Prince. Bilmadim, lekin menimcha o'sha paytdagi yevropaliklarga mana shu o'ldirilgan hayvonlarni qarg'ish tekkan bo'lsa ham ajab emas. Axir qaytar dunyo degan gap ham bejizga emas, to'g'rimi? Qaytar dunyo, yer dumaloq. 1518-yil Fransiyaning Strasburg shahrida Frau Torefe ismli bir ayol hech qanday musiqa yo'q joyda raqsga tushishni boshlagan. Avvaliga odamlar kulishadi, chunki uning harakatlari tartibsiz bo'lgan. Lekin ajablanarlisi, ayol raqs tushishdan umuman to'xtamas edi. 1 soat, 5 soat, 10 soat, 1 kun, 2 kun. Qo'rqinchli tarafi uning yoniga odamlar qo'shilishni boshlashadi. 1 kishi, 10 kishi, 30 kishi, hattoki ba'zi manbalarda yuzlab odamlar to'xtovsiz raqsga tushgani aytiladi. Eng dahshatlisi ular xursand emas edi. Ayrimlar charchab yiqilgan, oyoqlari qonagan, yana ayrimlari charchoqdan yuragi to'xtab vafot etgan. Umuman tushunarsiz holat edi va shunday vaziyatda hukumat kutilganidek kreativ yechim beradi. Shahar rahbari nima bo'layotganini tushunmagan. U balki odamlar ichidagi energiyani chiqarib tashlasa hammasi o'tib ketar deb o'ylagan va baraban ovozi voqea joyiga musiqachilarni chaqirgan. А что, так можно было, что ли? Tasavvur qilyapsizmi? Odamlar raqsdan o'zini to'xtata olmay turgan bir paytda hukumat ularga musiqa chalib bergan. Buni oqibatida vaziyat yanada og'irlashib, odamlar hushidan ketishni boshlagan. Xullas, ko'plar yuragi to'xtab vafot etgan. Ammo hozirgi kunga qadar hech kim bu voqeani asl sababini bilmaydi. Tarixshunoslar esa bu kuchli stress paytidagi ommaviy psixoz bo'lgan deb taxmin qilishadi. Shunga o'xshash voqea yaqin tarixda ham sodir bo'lgan. 1962-yilda hozirgi Tanzaniya hududida joylashgan qizlar internat maktabida sinfda o'tirgan ayrim o'quvchi qizlar birdaniga kulishni boshlashadi. Asta-sekin boshqa o'quvchi qizlar ham ularga qo'shilib kulishadi. Avvaliga bu oddiy hazil uchun kulgudek ko'rinadi, ammo bora-bora sinfdagi hamma to'xtovsiz kulishni boshlaydi. O'qituvchilar tartibni tiklashga harakat qilishadi, lekin vaziyat nazoratdan chiqib bo'lgan edi. Kulgu vabosi boshqa sinf xonalariga ham yuqa boshlaydi. Kimdir soatlab kulsa, kimdir umuman to'xtamas edi. Vaqt o'tishi bilan butun maktab boshqarib bo'lmas holatga kelib qoladi. Qizlar qichqirib, yig'lab, dodlab kulishda davom etishadi. Ko'plar qorinda kuchli og'riq, hushsizlanish, stress, vahimadan yiqilishadi. Maktab ma'muriyati esa darslarni to'xtatib, o'quvchilarni uyiga jo'natib yuboradi. Ammo bu g'alati vabo o'quvchi qizlar bilan birga boshqa qishloqlarga ham tarqab ketadi. Ayrim manbalarda minglab inson to'xtovsiz kulgudan aziyat chekkani aytiladi. Keyinchalik olimlar bu voqeani o'rganib shunday xulosa berishgan. Unga ko'ra bu ommaviy psixologik isteriya bo'lib, uning kelib chiqishiga o'sha davrdagi mamlakatdagi katta o'zgarishlar sabab bo'lgan deyiladi. Odamlar stress, qo'rquv, bosim ostida bo'lishgan va inson miyasi bu jarayonlarga juda g'alati tarzda javob qaytargan. Do'stlar, umid qilamanki, bugungi videoyimiz ham sizga yoqdi. Agar siz undan biror bir yangi ma'lumot olgan bo'lsangiz yoki ozgina bo'lsa ham kayfiyatingiz ko'tarilishiga sabab bo'lgan bo'lsa, videoga like bosish, izoh yozish orqali buni bildiring. Agar loyihamizni qo'llab-quvvatlamoqchi bo'lsangiz, doimgidek ekraningizdagi karta raqamlariga istalgan summani donat qilishingiz mumkin. Men esa sizlarni keyingi videoda kutaman. Aytgancha. Xabaringlar bo'lsa kerak, biz 100 mingdan oshganimiz uchun maxsus tugmacha ham keldi. Buning uchun sizlarga yana bir bora alohida rahmat aytaman. Xullas, omon bo'linglar.